Salom do'stlar, Emris Play kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, biz ana bugungi videoroligimizda BB Racing degan o'yinni o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar va yana videoni boshlashdan oldin like va obuna tugmachalarini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, men bu joyda videodan tashqari o'ynaganman va men bu joyni like qilib qo'ygandik. O'shani bu safar to'g'rilashga harakat qilamiz do'stlar. Bizdan ikkita narsani minus qilib deyishak. Necha endi bunda nima qilish kerak? 2 marta o'ynadim, bilmadim, endi ko'ramiz do'stlar qo'ldan kelgancha. Ya'ni o'zimizni mana bu soyadoshimiz bilan o'ynar ekanmiz. Bu ham yomon o'ynamas ekan lekin do'stlar, ishonaveringlar. Va shu like tashadigan qo'yapsan. Voy, o'zingga. Hoppa, literal boss oldik. Ya endi bunga anaqa yo'q do'stlar, no yo'q bunga. Yorvorishing corporation bu yoqda. Qani tezroq borish kerak chunki bizga vaqt qo'yilgan, o'sha vaqt iloji boricha o'sha vaqt ichida borishimiz kerak do'stlar. Agar ovozim sal noto'g'ri bo'lsa uzr so'rayman. Buni to'g'rilashda nimagadir iloji bo'lmayapti do'stlar. Hoppa. Yana ekran bosib olamiz. Menimcha uddaladik bu safar. Qani ko'raylikchi. Va yana voy 44 soniyada yetib kelishimiz kerak ekanmi? Voy. Yeplolmayapmiz do'stlar. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Yeplolmayapmiz bu etapni. Yana urinib ko'ramiz. Albatta menimcha bu safar eplab ketamiz do'stlar. Qani Jeniya tezroq harakatlanir. Hop ketyapmiz onasini yemsin. Chag'alaylar. Qani o to'ntarilib ketma, ichkalik qilmaginda unaqa. Voy. Onang nima yurib olasiz? Nima bo'lyapti? Onasini emsin. Uji 20 soniya yo'qda. Voy. Onasini emsin. Voy, yana qolib ketdik. Nima bo'lyapti? Do'stlar, menimcha sizlar like va obuna bosmaganlar uchun bo'lyapti shu. Yana tezda pastga tushib like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar do'stlar. Bu menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Uje chichordik do'stlar. Ko'ryapsizlar mana 46 soniya bo'lib ketdi. Uje chichdik degani bu. Like yordik. Eplolmadik bu safar ham do'stlar, mana ko'ryapsizlar 55 soniyada yetib keldik. Chunki alg'ov voy. İçoganmi bu? Nimaga unaqa? Do'stlar, nimaga? Qaysi gunohim uchun? Agar hozir biza o'sha etapda chiqmasak, bu yoqqa o'tkazishmayapti bizani do'stlar. Qaranglar, mana shu etapda polni chiqasan, loy deyapti. Bo'lmasa bo'lmaysan, chalasan deyapti bizaga. Xo'p deymiz, mana bu maymun nima bu? Nima qiladi bu? Sekret o'radimi? Maymunning foydasi yo'q do'stlar, ishlatib turmaylar. Mana sizlarga ko'rsatib ketdim. Hoppa, loy qoch. Qani. Biz endi literalni bosmasdan sekin yetib olishga harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha do'stlar, shundan ortiq hech nimaga yaramayapmiz. 22 soniya katta uyiga qarab, iloji boricha 40 soniyada voy yetib olishimiz kerak dedim. 40 soniyada borish uchun mina qilish kerak. Loy devordi bu ham. Hop deymiz, kulib qo'yamiz. E'tibor qilmaymiz ularga. Ular etaveradi, biz ham bilganimizdan qilaveramiz. Nimaga unaqa qilyapsan? 43 soniya bo'lib ketdi. Tez. Endi yutdingmi? Endi nechanchi o'rin? Ikkinchi o'rin. O'sish bor, yaxshi. O'sish bor do'stlar. Sekin o'sish bor. Endi biz lobbiga qanday qaytamiz? Lobbiga continue'ni bosib yubordik. Qani lobbiga qaytdik. Mana 14 da deyapti. 14 da endi o'ynolmaymizmi boshqa? Voy, o'ynolmas ekanmiz. Yo'q, o'ynolamiz do'stlar, mana ko'ryapsizlar. 6 tami imkoniyat sotib oldik. 5 tami, 6 tami. Xudo xolasa endi shunisida ham epl olmasak, bilmadim-ku do'stlar, videoni to'xtatib yuboraman. Shunisida ham epl olmasak. Voy, anaqa qilib qoldik-da, litrani yoqamiz deb. Menimcha o'sha sabab bo'ldi qolib ketishimizga. Nabuloy o'tib ketdi. O'lgan ustiga tekkan qilib. Qani o'tib olishimiz kerak. Endi bunda tez. Harakat qil, eshak. O'tib ketdi do'stlar.
o'tib ketdi bizani izvoysa qilib. Yuraversan degandek qildi-da. Voy, ona. Nima bo'lyapti? Tezroq yur, tezroq. 33 soniya. Uje o'ldi biza, ishonaveringlar do'stlar. Ana boya ham o'tib ketdi bizadan. Voy, boya tez. Ha, boyaga yurganimiz ekan bu. Boyaga qana yurgan bo'lsak, bu shunaqa qilib yuryapti-da, to'g'rimi? O'shandan tezroq yursa yutar ekanmiz. O'shandan tezroq yurish kerak. Ko'rdinglarmi? Bilib qo'yinglar-da o'shani. O'shandan tezroq yursagina yutar ekanmiz. Boya shunaqa yurgan ekanmiz-da. Boyaga o'zimizda bo'lar ekanmiz, lekin boyagida u. Mana boya yurganimizda bu endi. O'shandan tezroq yuryapmizmi? Nima qilyapmiz? Ha, o'shandan tezroq yuryapmiz. O'tib ketdi undan. Ko'rishinglar mumkin do'stlar. Voy, bu o'tib ketdi bizadan. Mana boya yurganimiz. O'tish kerak bundan do'stlar, o'tish kerak bundan. Voy, o'tib olish kerak. Nimaga qolib ketyapsan? Deydigan odam. O'tib olish kerak bundan, o'tib olish kerak. O'tolmaymiz endi, to'g'rimi? Voy, ancha tez yurib ketdi. Nimaga tez yuryapmiz? Boya maymunni bosgandim. Shu foyda bergan shekilli, ha. Shuning uchun tez yuryapti u. Mana do'stlar, yana o'sha 47 soniya. Nimaga yetolmayapmiz? Yana o'tib ketdi. O'sha maymunni yana bosib ko'raydi, ha? Balkim o'sha yordam berar. Lekin o'sha yordam berayotganda uje mana 3 ta qoldi. Qana yordaming bor seni? Maymuncha? Qanday yordam bersang ham bir yaxshiroq bir normal yordam berdi unaqa. Odamni izlasa tashlayapsan, demasa ustiga nima olyapsan? Unaqa bo'lmaydi, maymunjon. Mana o'tib ketyapti yana. Nima? Yo biz emasmiz. Ya bizdan boshqa hech kim bunchalik deb yuramiz. Oppa, o'tib ketdi o'zimizdan. Ay! Nimaga? Yetlaysan, maymun qolmadi boshqa, tezroq yur. Voy, hamma narsani yuribdi boshqa. Qancha vaqtda keldik, qancha? Voy, yana 3-chi. Do'stlar, menimcha videoni shu yerda to'xtatib turamiz. Xudo xolasa, videodan tashqari yoki videoda albatta o'tishga harakat qilamiz. O'yin yoqqan bo'lsa, video yoqqan bo'lsa, fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ikkalasi ham yoqmagan bo'lsa, boshqa o'yin nomini kommentariyaga yozinglar va men o'sha o'yinda o'ynab chiqaraman do'stlar. Qo'ldan kelgancha, lekin obuna bo'lib yozinglar, obuna bo'lib yozmasanglar javob qaytarmayman do'stlar. Hammalarga kattakon rahmat.